Azizlarim, men ipechili korzinkadan qanaqangi zo'r mahsulot topganimni tasavvur ham qila olmaysizlar. Men hali ko'rmagan edim. Shuncha magazin aylanib, meni obunachilarim yuborishyapti, buni rasmda ko'ryaptim faqatgina. Vau, qaranglar, qizil baliq ko'rdim. Men 70% chegirmada ko'ryapsizlarmi? Qaranglar. 87 ming so'm turadigan baliq hozirda 26 ming so'm. 26 ming. Tez shoshilamiz. Chegirmalar bor ekan. Sirlarni anjelida mana bunaqangi maharashvali cho'ziladigan pitsa uchun sirlar ham bor ekan. Soni lekin 2 dona ulguradi. Gatovida ham mahsulotlar bor ekan. Mampar bor ekan. Sezerli sendvichlar bor ekan. Mana. Mana. Kelib bemalol xaridinglarni amalga oshirishingiz mumkin. Pechilida ham bunaqangi 165 kunlik baton nonlari, qora nonlari, hammasi mana yumshoqqina ko'ryapsizlarmi? Sveji. 70% chegirmada 3000-4000 so'mga mana shu nonlarni olsanglar bo'ladi. Azizlarim, videoyim oxirida shu gaplarni aytgim keldi. Iltimos qilaman, o'zingizlarga yaqin bo'lsa bu korzinkaga kelib olishinglarni. Chunki uzoqdan kelganinglarga arzimaydi bu. Kelib, kassa xodimlariga, ish xodimlariga ortiqcha gapirmasliklarini iltimos qilaman. Meni yomon ko'rsatib qo'ymanglar. Meni ish faoliyatim sizlarga yaxshi, sizlarga foydali bo'lsin deb men bu videolarni tayyorlayapman. Hammamiz bir-birimizni hurmat qilaylik. Bu mahsulotlar nimaga arzon, nimaga unaqa srok o'tganmi deb so'rayotgan azizlarim uchun yana aytib o'tib ketmoqchiman. Bu mahsulotlarning sroklari 1 kun, 2 kun, 1 hafta qolgani uchun uvol bo'lmasin, omadli xarid deb nomlangan ismlaridan ham o'z bilib olsanglar bo'ladi. Omadingiz kelsa sizga uchragan bo'ladi. Uvol bo'lmasligi uchun sizga xalqqa chiqarilayotgan narsalar bo'ladi. Topolmaganlar xafa bo'lish yo'q. Topganlarga osh bo'lsin.